darsimizda rasmga silka qo'yish orqali video faylni ochishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz veb saytimizga kiramiz va mana shu birinchi rasmga silka qo'yishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz HTML kodini ochamiz. Keyin videomiz joylashgan manzilni olishimiz kerak bo'ladi. Mana panda degan videomizni qo'ymoqchimiz. Buni manzilini olamiz. Ctrl C. Endi biz image birinchi rasmga qo'yishimiz uchun silkadan foydalanamiz. Href mana bu yerda yozishimiz kerak edi. Href teng manzilni yozamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek videoni nomi yo'q. Videoni nomini albatta yozib o'tish kerak. Bu yerga panda mp4 deb yozamiz va tegimizni yopamiz. Tegini yopamiz. Ctrl S qilib brauzer orqali obnovit qilib ko'ramiz. Mana ko'rib turganimizdek rasmni bosganimizda video fayl ochildi. Bu darsimiz shundan iborat edi.